Barselona o'zi himoyachi olmoqchimi yoki oladimi deb savol berayotganlarga shu videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman va bu videoni barcha tanishingizga tashab qo'yib, repost tugmasini bosib menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, videoni boshladik. Barselona himoyachi oladi, faqatgina Barselonadan himoyachi ketish kerak. Bu La Liga talabi hozirda. Sababi har bitta klub qanchadir miqdorda himoyachi sotib olishga haqli va Barselonada hozir himoyachilar limiti tugab qo'ygan. Shuning uchun Barselonada himoyachi ko'payib ketganligi uchun Barselonada bitta himoyachi ketadigan bo'lsa, o'rniga bitta himoyachi olib kelish mumkin bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Hozirda Barselona himoyachilaridan qaysi biri jamoani tark etish kerak va qaysi futbolchi Barselonaga markaziy himoyaga yoki himoyaga, umumiy olib qaraganda himoyaga qaysi futbolchi Barsaga mos tushadi deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikringizni kutaman.